Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Traktor texnika ishqibozlari Namangan viloyati Pop tumani Perival yo'lida joylashgan traktor texnikalar do'konimizdan hozir Zubr 1105 mini traktorimizni qisqacha obzorini qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. To'liqroq ma'lumotni telefon orqali olishlaring mumkin. Birinchi o'rinda narxini aytib o'tib ketamiz. Hozir ko'rib turgan 1105laringni komplekt holatdagi turishi 37 million so'm qilib beryapmiz akalar. Eng oxirgi narxlarini. Bu 37 million ichida traktorimizning balonlari legirobka bo'ladigan varianti, katta korobkalisi va 120 lik universal yonida pichoqlari bor jatkalari bilan hamda orqasidagi 120 lik freza, 2 talik puluk, persepnoy ключ naborlari bilan 37 million so'm narx chiqarganmiz akalar. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Traktorimizni obzorga keladigan bo'lsak, motorlari 1105 Zubr motorlardan qo'yilgan bo'ladi. 18 ot kuchli, bir porsionli motor hisoblanadi. Bu traktorimizning faqat orqasi tortadi, oldi balonlari esa tortmaydi. Oldi balonlariga 500 ga 12 balonlardan qo'yilgan, orqa balonlariga esa 600 ga 14 balonlardan qo'yilgan. Rollari mexanika holatda bo'ladi, lekin o'ta yengil bo'ladi akalar. Skorslariga keladigan bo'lsak, skorslari oldiga 3 talik, orqaga 1 talik. Quyon toshbaqa tezliklari ham mavjud. Sidinalari ham o'ta qulay qilib qo'yilgan, orqa oldinga siljib razmerga tushadi akalar. Xohlasalaring bizni do'konimizdan 1105larimizda shunaqangi ko'rinishdagi o'zini xarid qilsalaring ham bo'laveradi. Xohlasalaring komplekt holatdagi tayyorini xarid qilsalaring ham bo'laveradi akalar. Bularga yana qo'shimcha kartochka kapatellarimiz kelgan. Kartochka kovlaydiganlarimiz Zubri bor akalarimizga yangilik $500 dan kartochka kapatellarini qilib beryapmiz. Bemalol orqa reduktoriga ulab kartochka kapatellarini ham ishlatib, kartochka kovlab ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Bu traktorlarimizda yili 2025-yil 4-oyda ishlab chiqarilgan eski traktor emas. Oldi shu silindrini o'zimiz perdelka qilib moslaganmiz. Ko'tarib tushiradigan qilib, orqa silindrni oldiga olib, shilanglar bilan ulab, jatkani ko'tarib tushiradigan qilib moslaganmiz. Bu jatkamiz motordan оборот oladi, remi orqali, bitta remi orqali оборот olib ishlaydi. Bu jatkada bedadan tortib g'o'zapayagacha bemalol ursalaring bo'laveradi. Narxlarini optim narxlarda qilib beramiz. Videoning tagiga nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Undan tashqari 37 million so'm bunisi bo'ladigan bo'lsa 36 million so'mga bunisini qilib beramiz. Buni komplektida ham 120 lik jatkalari, puluklari, freza, ключ nabor, persepnoylari hammasi mavjud. Bitta 1 million so'm farqi, buni jatkasi oddiy jatkadan qo'yilgan, bunga bo'lsa universal jatkadan qo'yilgan akalar. 1 million so'm farqi shu yerda. 12 ta viloyatga dastavkalarni qilib beramiz. Dastavkalar aytilgan narxlarda ichida emas, dastavkalar alohida hisoblanadi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani Perival yo'lida joylashgan. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga bir donadan obuna bosib qo'yasizlar.